Dushman kelin 128 qism shunday bir qo'rquv bilan ochiladi. Robiya shunchaki yo'qolib qolmagan, u juda ham toza yo'qolgan. Ko'zi ojiz bir ayol, uzoqqa o'zi keta olmaydigan holatda. Kamerada ko'rinmaydi, taksiga chiqmagan, avtobusga ham o'tirmagan, uni aniq ko'rgan odam ham yo'q. Unda savol bitta, u qanday qilib izsiz yo'qoldi? Menimcha, hikoyani sovuq qilib yuboradigan joy ham mana shu. Agar Robiya o'zi chiqib ketgan bo'lsa, hech bo'lmasa biror iz qolishi kerak edi. Kimdir uni ko'rishi, biror kamera soyasini bo'lsa ham yozib olishi kerak edi. Lekin hamma joy bo'mbo'sh bo'lsa. Endi savol u qayerda? Emas. Savol shuki, uni kim yashiryapti yoki kim uni ko'zlardan olib qochishga yordam berdi? Boshlanishda Umida yomon tushdan uyg'onishi mumkin. U sapchib turadi, yuzi oqarib ketgan, qo'llari titraydi. Qulog'ida esa hanuz onasining ovozi jaranglayotgandek, Umida, menga yordam ber. Bu oddiy tush emas. Onasini yo'qotgan farzand uchun ba'zan sezgi har qanday dalildan ham qo'rqinchliroq bo'ladi. Komil qizini tinchlantirishga urinadi. Onang qaytadi, onang tirik, yomon narsalarni o'ylama deydi. Lekin uning o'zi ham bu gapiga oxirigacha ishonmayapti. Ko'zlari eshikka tikilib qolaveradi. Go'yo hovlidan biror tovush eshitilsa, yana umid paydo bo'ladi-yu. Keyin yana hammasi qulab tushadi. Bu yerda Komil faqat xotinini yo'qotgani uchun qiynalayotgani yo'q. U ichidan o'zini ayblayapti. Robiyani vaqtida himoya qila olmagani, uning ko'ngli sinayotganini kech sezgani, endi esa qidiruvda ham kech qolayotgan bo'lishi mumkinligi. Bular erkak odam ichida aytilmaydigan, lekin og'ir ezadigan pushaymonlar. Militsiya bir necha kunlik kameralarni tekshirganini, lekin hech qanday natija yo'qligini aytadi. Oddiy eshitiladi, lekin aslida bu gap Komilning yuragiga pichoqdek botadi. Kamera ko'rmagan bo'lsa, demak Robiya katta yo'ldan yurmagan. Hech kim uni mashinaga chiqqanini ko'rmagan bo'lsa, unda u qorong'ida piyoda ketdimi? Yoki kimdir uni boshqa, ko'zga tashlanmaydigan yo'ldan olib o'tdimi? Umida bunday kutishga chiday olmaydi. U endi sabr qiling, qidiryapmiz, xabar bo'ladi degan gaplarni eshitishni xohlamaydi. Uning uchun har bir daqiqa onasi sovuqda qolayotgan, och qolayotgan, qo'rqib o'tirgan yoki o'zi chiqolmaydigan joyda qamalib turgan bo'lishi mumkin degani, men Umidani aynan shu joyda kuchliroq ko'rsatish kerak deb o'ylayman. U endi faqat yig'lab o'tiradigan qiz emas. U atrofdagilarga shubha bilan qaray boshlaydi. Kattalarning jim turishi ham uning gashini keltiradi, chunki unga go'yo kimdir bilgan narsasini yashirayotgandek tuyuladi. Burilish bozorga bog'lanishi mumkin. Avval sotuvchi ayol Robiyani ko'rmaganini aytadi. Lekin keyinroq o'ylab ko'rsa, bir mayda narsani eslaydi. Bir erkak bozor ortidagi tashlandiq uylar tomonga yo'l so'ragan. Yonida esa ro'mol o'ragan bir ayol bo'lgan. Ayol sekin yurgan, qo'lini oldinga cho'zib, yo'lini paypaslayotgandek edi. Bu hali aniq haqiqat emas. Lekin hamma narsa berk ko'chaga kirib qolgan paytda bitta kichkina gumon ham odamni portlatib yuboradi. Umida buni eshitishi bilan joyida tura olmaydi. Chunki agar o'sha ayol uning onasi bo'lsa, demak Robiya yolg'iz ketmagan. Shu lahzadan boshlab qo'rquv boshqa shaklga kiradi. Avval hamma Robiya adashib ketgan bo'lsa kerak deb qo'rqayotgan edi. Endi esa u kim bilandir ketgan bo'lishi mumkin degan xavotir paydo bo'ladi. Bu ikkinchi ehtimol esa ancha dahshatli. Ko'zi ojiz ayol, notanish erkak bilan, hech kim u odamni tanimaydi, niyati nima, noma'lum. Shuni o'ylashning o'zi odamni bo'g'ib qo'yadi. Komil bu gapni eshitganda albatta ichidan larzaga keladi. U darrov borib qidirgisi keladi, lekin bu yolg'on xabar bo'lib chiqishidan ham qo'rqadi. Militsiya esa tekshirish kerak, tartib bilan yurish kerak deydi. Mana shu joy juda hayotiy, yaqinlari darrov yugurishni xohlaydi, mas'ullar esa xato qilmaslik uchun bir qadam sekin yuradi, lekin Umida buni qabul qilmaydi.
U juda og'riqli bir gap aytishi mumkin. Agar o'sha yerda sizning onangiz bo'lganida, siz kutib o'tira olarmidingiz? Bu gapni baqirib aytish shart emas. Titrab, zorga aytsa ham yetadi. Chunki bu gapning ichida hech kim inkor qila olmaydigan narsa bor. Yaqin odam xavfda bo'lsa, yurak tartib kutmaydi. Shundan keyin umida eng xavfli odamga aylanadi. Yomon bo'lgani uchun emas, onasini haddan tashqari yaxshi ko'rgani uchun. Juda yaxshi ko'rgan odam esa ba'zan o'zini ham unutadi. U bozor ortidagi eski yo'lga o'zi borishi, tashlandiq uylar atrofini o'zi aylanib chiqishi, begonalardan so'rashi mumkin. Va aslida qayerga kirib ketayotganini o'zi ham bilmaydi. Komil esa eng og'ir holatda qoladi. Qizini ushlab qolsa, Robiyani qutqarish imkonini boy berayotgandek bo'ladi. Qo'yib yuborsa, endi qizidan ham ayrilib qolishdan qo'rqadi. Bir tomonda Robiya, bir tomonda Umida. Balki u birinchi marta oilasi ko'z o'ngida parcha-parcha bo'lib ketayotganini shunchalik aniq his qiladi. Menimcha, o'rtalarida sotuvchi ayoldan ikkinchi qo'ng'iroq kelishi kerak. U vahima bilan aytadi. Bozorning orqa yo'lagida Robiyaning ro'moliga o'xshagan mato parchasini ko'rib qolgan. Shu bitta gapning o'zi Umida bilan Komilni qo'rquvni ham unutib, o'sha tomonga yugurtirib yuboradi, lekin ular yetib borganda mato parchasi yo'q bo'ladi, hech narsa qolmagan. Faqat biroz titilgan tuproq, bir-biriga aralashib ketgan oyoq izlari va juda aniq bir sezgi, kimdir ulardan oldin kelgan. Bu tasodif emas. Shamol uchirib ketgani ham emas. Kimdir qidiruvni kuzatib turibdi va izlarni tozalayapti. Mana shu zarba haqiqiy bo'ladi. Chunki agar mato parchasi turgan joyidan g'oyib bo'lgan bo'lsa, demak Robiyaning yo'qolishi oddiy hodisa emas. Ehtimol bu reja. Kameradan qochishni biladigan, izni tezda yo'qotadigan va Umida qachon xabar olganini ham sezadigan darajadagi bir reja. Komil shu paytda balki baqirmaydi ham. U shunchaki jim turadi, pastga, bosh joyiga qarab qoladi. Sinish arafasidagi erkakning jimligi ba'zan yigidan ham og'irroq bo'ladi. U ich-ichidan tushunadi, bu endi oddiy adashib qolish emas, Umida esa yiglamasligi mumkin. U bozor ortidagi qorong'i yo'lga tikilib qoladi, nigohi butunlay o'zgaradi. Oldin u faqat onasini topmoqchi edi. Endi esa kim bu izni yo'qotganini bilmoqchi. Kim ularning kelishini bilgan? Kim militsiyadan tezroq harakat qilyapti? Kim Robiyaning yana yo'qolgancha qolishini xohlayapti? Sotuvchi ayol ham qo'rqishni boshlaydi. U oddiy tirikchilik qilib yurgan ayol edi. Shunchaki bir mayda narsani eslab qoldi. Lekin agar kimdir chindan ham izlarni yo'qotayotgan bo'lsa, demak u ayolning o'zi ham endi xavf ostida qolishi mumkin. Ba'zan eng kichkina guvoh eng muhim narsani ko'rib qo'ygan bo'ladi. Shu yerdan hikoya uch xil yo'lga ochilishi mumkin. Birinchi ehtimol, Robiya tirik, lekin kimdir uni ushlab turibdi. Bu odam yaxshimi, yomonmi, hali noma'lum. Ikkinchi ehtimol, qishloqda kimdir uning qayerdaligini biladi, lekin o'zini himoya qilish uchun jim yuribdi. Uchinchi ehtimol, o'sha notanish erkak faqat tashqi ko'rinish, uning ortida esa oiladagi eski gaplar, og'riqli sirlar bilan bog'liq kattaroq sabab bor. Meni eng ko'p xavotirga soladigan narsa, Umida endi kutmaydi. Mato parchasi yo'qolganini ko'rgach, u onasi qayerdadir yashirilayotganiga yanada qattiq ishonishi mumkin. Va agar u o'z sezgisiga ergashib yolg'iz harakat qilsa, hikoya juda xavfli burilishga kiradi. Oxirgi ko'rinishda Umida bozorning orqa yo'lagida to'xtab qolishi mumkin. Yengil shamol esadi. Qo'lidagi telefon titraydi, lekin raqam ko'rinmaydi. Keyin qayerdandir juda sekin bir tovush eshitiladi. Go'yo eski eshikni kimdir ichkaridan chertgandek. Umida boshini buradi va past ovozda chaqiradi: "Oyijon!" Hech kim javob bermaydi, lekin aynan shu jimlik odamni muzlatib qo'yadi. Balki Robiya juda yaqin joydadir. Balki u qizining ovozini eshitayotgandir, lekin javob bera olmayotgandir. Yoki
Soyada turgan odam uning onasi emasdir. Menimcha, eng katta savol endi Robiya qaytadimi yo'qmi degani emas. Eng qo'rqinchli savol boshqa. Agar Umida shu iz ortidan borishda davom etsa, u onasini qutqaradimi? Yoki keyingi yo'qolgan odamning o'zi bo'lib qoladimi? Komilning xayolida mato parchasi hali sovmay turib, bu uyga boshqa bir sovuq shamol kirib keladi. Militsiya endi faqat Robiyani qidirayotgani yo'q. Ular uni ranjitgan odamlarga ham qaray boshlaydi. Va bu nigoh Gulbahor bilan Qumrixonga tushganida, menimcha, havoning o'zi o'zgaradi. Endi bu bozor ortidagi vahima ham emas, yigi ham emas. Bu so'roq xonasining sovuqligi, u yerda har kim o'zini begunoh ko'rsatgisi keladi. Lekin yonidagi odam oldinroq gapirib yuborishdan qo'rqadi. Avvaliga Gulbahor bilan Qumrixon bir tomonda o'tirgandek ko'rinishi mumkin. Ikkalasi ham Robiya qayerdaligini bilmasligini aytadi. Javoblari bir xil, yuz ifodalari ham go'yo bir xil: hayrat, alam, qo'rquv. Lekin diqqat bilan qaragan tomoshabin sezadi, bu o'xshashlik juda yupqa. Go'yo qizib turgan chok ustiga yopilgan yupqa matodek tashqaridan tinch ko'rinadi, ammo sal shamol essa darrov alangalanadi. Gulbahor o'z obro'si shu yo'qolish bilan birga ko'milib ketishidan qo'rqadi. U yiglashi mumkin, Robiyaga qo'l tekkizmaganini, uni olib ketmaganini, eshikni qulflamaganini, hech narsa qilmaganini qasam ichib aytishi mumkin. Lekin masala aynan shu hech narsa qilmagan degan joyda turibdi. Ba'zan qo'l ko'tarmagan odam ham butunlay aybsiz bo'lavermaydi. Zaif, ko'zi ojiz bir ayol sovuq gaplarni eshitsa, o'zini ortiqcha yukdek his qilsa, o'z uyidan ruhan siqib chiqarilsa, uni yana kimdir qo'lidan tortib olib chiqishi shartmi? Militsiya hissiyot bilan hukm chiqara olmaydi. Lekin tomoshabin boshqacha ko'radi. Tomoshabin har bir chetga qochgan nigohni, eski achchiq gaplarni, Robiya jim yutib yuborgan har bir og'riqni eslaydi. Gulbahor qancha ko'p o'zini oqlasa, men shuncha ko'proq uning jinoyat nomidan emas, undan ham chuqurroq narsadan qo'rqayotganini his qilaman. Agar Robiyaga chindan ham biror narsa bo'lgan bo'lsa, u umr bo'yi mening ham hissam bormidi degan savoldan qutula olmaydi. Qumrixon esa boshqacha qo'rqadi. U pastga tortilib ketishdan qo'rqadi. Ismi bayonnomaga tushishidan qo'rqadi. Ilgari shunchaki aytilgan bir ogiz gap bugun dalilga aylanishidan qo'rqadi. Shuning uchun militsiya savolni siqibroq bergan sari Qumrixonning ovozi yumshaydi, lekin ko'zlari Gulbahordan qochadi. U yarim yorti gapiradi. Men faqat boshqalardan eshitganman, u uyda mening nima haqqim bor edi? Mana shu bir gapning o'zi juda zaharli. U ochiqcha ayblamaydi, o'zini ham aybdor demaydi. Faqat javobgarlik soyasini biroz Gulbahor tomonga surib qo'yadi. Aynan o'sha biroz odamni seskantiradi. Chunki Gulbahor darrov tushunadi, kechagina yonida o'tirgan odam endi uni tashlab ketishga tayyorlanyapti. Komil bu paytda gazablanishi uchun qog'oz dalilga muhtoj emas. U qarshisidagi ikki ayolga gumondor sifatida emas, xotinini yolg'iz qoldirgan odamlar sifatida qaraydi. Balki u juda sekin so'rar, agar Robiya hozir tashqarida sovuqda qolgan bo'lsa, ikkalangiz tinch uxlay olasizmi? Bu huquqiy ayblov emas. Bu vijdon ustiga qo'yilgan pichoqdek gap. Vijdoni bor odam o'griydi. Vijdoni yo'q odam esa chetga chiqish yo'lini qidiradi va Qumrixon aynan chetga chiqadi. U yana bir gap qo'shishi mumkin, go'yo tasodifan, lekin aslida ataylab, Gulbahor bir paytlar qanday qilib bo'lsa ham Robiya o'sha uyga qaytmasligi kerak degan. Bu gap rostmi, aynan shunday aytilganmi yoki buzib yetkazilyaptimi, noma'lum. Lekin so'roq xonasida haqiqat hali yetib kelmasdan oldin, ko'pincha ko'rsatma bir qadam oldinga chiqib oladi. Gulbahor qotib qoladi. U aybini tan olgani uchun emas, sotilganini anglagani uchun. Yuzlari oqarishi, lablari titrashi mumkin. Qumrixon esa ko'zini pastga olib, go'yo faqat bilganini aytayotgandek o'tiradi. Shu yerda tergov endi faqat Robiyani qidirish bilan cheklanmaydi.
U boshqa narsani ochishni boshlaydi. Bir-biriga yaqin ko'ringan oilalarda xavf yaqinlashganda, har kim avval o'zini qutqarishni tanlaydi. So'roqdan keyin Gulbahor Qumrixonni darvoza oldida topadigan sahna juda ta'sirli chiqadi. Ko'p odam kerak emas. Faqat bir hovli, bir nechta qo'shnining qarashi va toshdek og'ir sukut yetadi. Gulbahor yaqinlashib, "Nega bunday dedingiz?" deb so'raydi. Qumrixon esa to'g'ridan-to'g'ri javob bermaydi. Faqat "Men bilganimni aytdim" deydi. Shundan keyin tarsaki tushishi mumkin. Bu tarsaki faqat gazabdan emas, qo'rquvdan ham tugilgan bo'ladi. Aybdor bo'lib qolishdan qo'rqish, hamma undan yuz o'girishidan qo'rqish, butun qishloq uni Robiyani ko'chaga haydab chiqargan odamdek ko'rishdan qo'rqish. Lekin bundan ham qo'rqinchlisi shuki, Qumrixon yig'lamaydi. U faqat yuzini ushlab Gulbahorga qaraydi va past ovozda "Men hali hammasini aytganim yo'q" deydi. Mana shu gap tomoshabinni ushlab qoladi. Chunki aniq ko'rinib turibdi, Qumrixon hikoyaning yana bir parchasini yashirib turibdi. Bu bir qo'ng'iroq bo'lishi mumkin. Bir ig'vo bo'lishi mumkin. Yoki Robiya uydan chiqib ketishidan oldingi oxirgi lahza bo'lishi mumkin. Agar o'sha parcha aytilsa, Gulbahorning oyoqda turib qolishi ham qiyin bo'ladi. Keyingi qismda, menimcha, Komil endi hech kimning bilmayman degan gapiga ishonmaydi. Gulbahor bilan Qumrixon esa endi birgalikda gumon qilinayotgan ikki odam emas. Ular bir-birini pastga tortayotgan ikki odamga aylangan. Faqat qaysi biri oldin chokishini vaqt ko'rsatadi. Qumrixonning "Men hali hammasini aytganim yo'q" degan gapidan keyin o'rta shovqin emas, juda noqulay bir sukunat qoladi. Shunday sukunatki, odam darrov tushunadi. Robiyaning ishi faqat qorong'i yo'qolgan mato parchasi yoki yarim-yorti ko'rsatmalarda emas. Bu gap hali kattalarning og'zida turibdi. Ko'proq narsani biladigan, lekin aytishga shoshilmayotgan odamlarning og'zida aynan shu paytda Umida hikoyaga boshqacha kirib keladi. Ko'z yosh bilan emas. Onasini chaqirib umidsizlikka tushgan holda ham emas. Balki qarshisidagi odamni bo'g'ib qo'yadigan darajadagi sokinlik bilan. U Gulbahorning yo'lini to'sadi, baqirmaydi, o'zini yo'qotmaydi, faqat tik qarab so'raydi. "Onam uydan chiqib ketgan kuni siz onamga nima degandingiz?" Bu savol juda yengil eshitiladi, lekin Gulbahorga qochadigan joy qoldirmaydi. Chunki Umida undan "Robiyani olib ketdingizmi?" deb so'ramayapti. U aytilgan gap haqida so'rayapti. Ko'zga ko'rinmaydigan, lekin ko'zi ojiz, ko'ngli siniq bir ayolni uydan chiqib ketishga majbur qilishi mumkin bo'lgan so'zlar haqida so'rayapti. Gulbahor esimda yo'q deyishi mumkin. Balki shundaydir ham, boshqani ranjitgan odam ko'pincha nimani aytganini xira eslaydi. Og'riqni esa faqat o'g'rigan odam har bir harfigacha eslab qoladi. Umidaning siz eslamasligingiz mumkin, lekin onam eslaydi. Agar onam tirik bo'lsa, albatta aytadi, degan javobi esa menimcha uning endi kichkina, ojiz qiz emasligini ko'rsatadi. U onasi uchun haqiqat talab qiladigan odamga aylanadi. Bu sahnani yanada og'ir qiladigan narsa Komilning o'sha yerda turishi. U darrov to'xtatmaydi, lekin ko'ngli ham tinchimaydi. Qizining kattalarga shunday nigoh bilan qarab gapirishini ko'rib ichi og'riydi. Chunki Umida juda erta kuchli bo'lishga majbur bo'lyapti. Aslida himoya qilinishi kerak bo'lgan farzand endi onasining yuragini o'g'ritganlardan hisob so'rayapti. Keyin Qumrixon paydo bo'ladi. U yana o'sha odatdagi kattalarcha ohangni ishlatadi. Go'yo yoshi kattaroq bo'lsa, boshqani bosishga haqqi bordek. Balki Umidaga odobsizlik qilma, tuhmat qilma, oilaviy gapni tashqariga chiqarmagin deb gap boshlaydi. Lekin bu safar Umida ortga chekinmaydi, u telefonini chiqaradi. Uni baland ko'tarib tahdid qilishi ham shart emas. Shunchaki men yozib olaman. Kim menga tahdid qilsa militsiyaga aytaman desa yetadi. Juda oddiy, juda to'g'ri, lekin Umida uchun butunlay yangi bir gap. Oldin uni hissiyotlar sudrab ketardi.
Endi u o'zini himoya qilish uchun aqlini ishlata boshlaydi. Qumrixon albatta bir lahza dovdirab qoladi. Chunki gap bilan odam bosishga o'rganganlar eng ko'p nimadan qo'rqadi? Oz gapining saqlanib qolishidan. Kecha aytib, bugun tonish mumkin edi. Lekin yozuv bo'lsa, militsiya bo'lsa, qarindoshlikdan qo'rqmaydigan bir qiz qarshida tursa. Eski kuch endi ishlamay qoladi. Gulbahor ham bu paytda joyida tinch turolmaydi. U bir tomondan Qumrixon tomonidan yomon holatga tashlab qo'yilgan, boshqa tomondan Umida aynan og'riqli nuqtasiga savol bermoqda. U o'zini nohaq ko'rishi mumkin, lekin Robiya bir vaqtlar panoh bo'lishi kerak bo'lgan joydan chiqib ketganini inkor qila olmaydi. Ba'zan sovuq uy qorong'i yo'ldan ham qo'rqinchliroq bo'ladi. Shu paytda bozordan kelgan gap yana yangi uchqun kabi yonadi. Kimdir qora kiyim kiygan, boshiga past qilib qalpoq bostirgan bir erkakni ko'rganini aytadi. U bir ayolni eski yo'l tomonga suyab olib ketayotgan bo'lgan. Ayol ro'mol o'ragan, sekin yurgan, yo'lga to'g'ri qarab yurmagan. Hech kim bu Robiya edi deb aniq ayta olmaydi. Lekin Umida uchun shu yetarli, unga 100% tasdiq kerak emas. U faqat o'sha yurish, o'sha ro'mol, o'sha sekinlik haqida eshitadi-yu. Ichida o'z javobini topadi. Chunki farzand ba'zan ota-onasini yuzidan emas, bir yelkasi egilishidan, bir qadam tashlashidan, juda tanish ojizlikdan taniydi. Komil darrov ishonmaydi. Bu xotinini sevmasligidan emas, balki noto'g'ri umiddan qo'rqadi. Yolg'on iz ortidan yugurib, yana bosh qo'l bilan qaytishdan qo'rqadi. Umidaning yana bir marta sinishini ko'rishdan qo'rqadi. Lekin Umida boshqa holatda. U kattalar to'g'rimi, noto'g'rimi deb o'ylab o'tirishini kutishga endi toqat qilolmaydi. Mana shu yerda ota bilan qizning yuragi bir xil urmay qoladi. Komil militsiya bilan borishni, avval tekshirishni, hammasini nazorat ostida ushlashni xohlaydi. Umida esa har bir kutgan daqiqasini onasini yana yolg'iz qoldirishdek his qiladi. Ikkalasi ham o'zicha haq. Aynan shuning uchun bu sahna og'riqli, kuchliroq yozilsa, Umida manzilni sekingina oladi, telefonini qo'liga ushlab. Yolg'iz chiqib ketadi. Bu otasini sevmagani uchun emas. Agar aytsa, Komil uni to'xtatishini bilgani uchun. Va u onasi qayerdadir eski yo'l atrofida bo'lishi mumkinligiga ishonganidan keyin uyda o'tirib yana biroz kutamiz degan gapni eshitolmaydi. Komil buni sezganida esa allaqachon kech bo'ladi. U qiziga qo'ng'iroq qiladi. Telefon jiringlaydi. 1 marta, 2 marta, 3 marta. Hech kim javob bermaydi. Bu jiringlash baland emas, lekin tomoshabinning yuragini siqib yuborishga yetadi. Chunki bu safar jim bo'lib qolgan odam Robiya emas, Umida. Oxirida kamera eski yo'l yaqinidagi tuproqda to'xtab qolishi mumkin. Umidaning telefoni qiyshayib yotibdi, ekrani hali ham yonib turibdi. Yonida uning oyoq izi. Va undan kattaroq, chuqurroq boshqa bir iz bor. Go'yo kimdir unga juda yaqin turgandek, Umidani kimdir sudrab ketdimi, yoki u o'zi bir soyaga ergashib yugurdimi, noma'lum. Lekin shu lahzadan boshlab Robiyani qidirish endi faqat bir onani qutqarish haqida bo'lmay qoladi. Bu 2 barobar qo'rquvga aylanadi. Agar haqiqat qorong'ilik ichida yashiringan bo'lsa, Umida o'sha qorong'ilikka kirishga yetarlicha kuchlimi? Yoki u onasining ismini chaqirishga ulgurmay, o'sha qorong'ilikning o'zida yo'qolib ketadimi? Umidaning telefoni eski yo'l bo'yida qolib ketgan, ekrani hali ham yonib turibdi. Lekin o'sha uyning ichida boshqa bir narsa ham asta-sekin yorishib chiqadi. Bu iz emas. Oyoq izi ham emas. Bu eski bir gap. Go'yo o'tib ketgandek tuyulgan, lekin endi hammaning tomogiga tiqilgan tikandek qaytib kelgan bir gap, chunki Robiya yo'qolib ketishidan oldin o'zini yukdek ko'rishayotganini eshitgan edi. Bu yerda Xonzodani shunchaki yovuz odam deb ko'rish juda oson bo'lardi. Menimcha, bu obrazning qo'rqinchli joyi boshqa, u juda hayotiy.
U qo'lida pichoq ushlamaydi, katta fitna tuzmaydi, Robiyani sudrab ko'chaga olib chiqmaydi. U faqat nonni hisoblaydi, pulni hisoblaydi, yana bir ogiz ovqatni hisoblaydi. Va aynan shu sovuq hisob-kitob tomoshabinni bezovta qiladi. Chunki bu bizga begona emas. Militsiya ishni jiddiy tekshirayotganini eshitganda, Xonzoda avvaliga baribir qattiq turishi mumkin. U "Men faqat haqiqatni aytdim" deydi. Bu gap o'zini himoya qilayotgandek eshitiladi, lekin aslida boshqaning ko'nglini chetga surib qo'yishning bir yo'li. Uning nazarida kambag'allik sabab, qiynalish sabab, uyda yana bir yuk paydo bo'lishi sabab. Lekin muammo shundaki, ba'zi haqiqatlar noto'g'ri vaqtda aytilsa, endi haqiqat bo'lib qolmaydi, u yaraga aylanadi. Komil bu paytda, ehtimol, baland ovozda jahl qilmaydi. U allaqachon juda charchagan. Xotinini yo'qotgan odamning charchogi, qizini ham yo'qotib qo'yish ehtimoli bilan yashayotgan odamning charchogi, yana ustiga, o'z uyingdagi odamlarning achchiq gaplarini oqlashga urinishini eshitayotgan odamning charchogi. U faqat sekin aytishi mumkin, Robiya yana bir ogiz degan gapni eshitgan. Shu gapning o'zi yetadi, havo qotib qoladi, Xonzoda aynan shu joyda o'zini yo'qotib qo'yishi mumkin. U darrov aybini tan olmaydi, chunki tan olsa, Robiyaning ketishida o'z hissasi borligini ham tan olgan bo'ladi. U o'zini oqlashga urinadi, men ham qiynalyapman-ku, meni kim tushunadi? Bu gap rost bo'lishi mumkin. Lekin bu rostlik uni begunoh qilmaydi. Faqat bu uyda har kimning o'z dardi borligini, oxirida esa eng zaif odam hammaning og'irligini ko'tarib qolishini ko'rsatadi. Uy ichidagilar ikkiga bo'lina boshlaydi. Kimdir hammasini Xonzodaning bo'yniga qo'yish adolatdan emas, deydi. Axir Robiyaning yo'qolishi katta ish, bitta gap bilan izohlab bo'lmaydi. Boshqa birov esa chiday olmaydi, agar o'sha achchiq so'zlar bo'lmaganida. Robiya o'z uyida ortiqcha odamdek his qilmasdi, deydi. Menimcha, bu joyda janjalni juda baland qilish shart emas. Aksincha, odamlar past ovozda tortishsa, o'g'riq ko'proq seziladi. Chunki bu sahnaning og'irligi shunda, Robiya endi u yerda yo'q, o'zi qancha o'g'riganini aytib bera olmaydi. Odamlar yo'q odam haqida gaplashyapti, uning yo'qligi esa har bir so'zni og'irlashtirib yuboryapti. Agar Umida bu gaplarning hammasini bilib qolsa, u ichidan portlab ketadi. Balki u urushmas, darrov yig'lamas ham. U faqat Xonzodaga qarab shunday so'rashi mumkin: "Siz bir vaqtlar onam pishirgan ovqatni yedingiz, onamdan yordam so'radingiz. Endi onam eng zaif paytida uni yuk deb atadingizmi?" Bu savol mantiqqa emas, xotiraga uriladi. Chunki Xonzoda "Men kambag'alman, bosim ostidaman, uy uchun qayg'uryapman" deyishi mumkin. Lekin Robiya bir paytlar shu uyda begona emas, yaqin odamdek yashaganini inkor qila olmaydi. Bir vaqtlar senga mehr bergan odamni keyin ortiqcha tashvish deb ko'rsang, muammo endi pulda qolmaydi. Muammo ko'ngilda bo'ladi, Komil esa ortada yirtilib ketayotgandek bo'ladi. U Xonzodadan jahli chiqadi, bu aniq. Lekin u uy ichidagi yetishmovchilikni, yana odam, yana qarz, yana tashvish qo'shilib boradigan hayotni ham bir oz tushunadi. Ana shu tushunishi uni battar azoblaydi. Chunki agar qarshisida faqat yomon odam bo'lganida, undan nafratlanib, yuragini yengillatardi. Lekin bu yerda hammasi aralashib ketgan. Xato qilgan odamning ham dardi bor. Dardi bor odam esa boshqasini yaralayapti. Bu uyning sekin, ichdan yemirilgan fojiasi ham shunda. Robiyani tashqariga bitta qo'l itarib chiqarmagan. Uni har bir sovuq qarash, har bir og'ir so'z, u ko'ringanda kimningdir ichidan chiqarilgan har bir xo'rsiniq itargan. Odam o'zini endi kerak emasdek his qilsa, uni hech kim haydashi shart emas. U o'zi ketish yo'lini topadi, eng og'ir burilishni oxirga qo'yish kerak. Uydagi bir bola yoki qo'shnilardan biri beixtiyor aytib qo'yadi: Robiya yo'qolishdan oldin hovlida ancha vaqt turib qolgan ekan. Qo'li eshikda bo'lgan, go'yo qaytib kirgisi kelgandek.
U turibdi, ikkilanib turibdi, ichkaridan odamlarning gaplarini eshityapti. Keyin esa qo'lini eshikdan sekin olgan. Bu tafsilot hammani jim qilib qo'yadi. Demak, Robiya bir lahzalik alam bilan chiqib ketmagan. U qaytmoqchi bo'lgan. U hali ham kimdir uni chaqirib qolishiga umid qilgan. Lekin hech kim chaqirmagan. Hech kim tashqariga chiqmagan. Hech kim ko'zi ojiz bir ayol eshik oldida turib qolish uchun so'nggi sababni kutayotganini bilmagan. Komil buni eshitganda, ehtimol, endi Xonzodaga faqat bitta og'ir gap aytgan odam sifatida qaramaydi. U butun bu uyga qaraydi, juda uzoq jim turgan uyga. Bu jimlik qon izini qoldirmaydi, terida yara ochmaydi, lekin odamning men bu yerga tegishliman degan tuyg'usini oldirishga yetadi. O'sha kecha uyda chiroq yonib turishi mumkin. Odamlar yurib keladi, ketadi, Umida haqida xabar so'raydi, militsiyadan Robiya haqida yangilik kutadi. Lekin ichkarida hammasi allaqachon o'zgargan. Endi o'sha eshik oddiy eshik emas. U Robiya bir paytlar qo'lini qo'ygan, bir ogiz chaqiriq kutgan, keyin esa jim ketib qolgan joyga aylangan, ba'zan odamni eng uzoqqa olib ketadigan narsa. Ortidan kelgan sukut bo'ladi. Agar shu ko'rib chiqilgan voqealarning barchasiga yana bir bor nazar tashlasak, menimcha, dushman kelindagi eng qo'rqinchli narsa faqat Robiyaning yo'qolib qolishi emas. Bundan ham qo'rqinchlisi shuki, u yo'qolishidan oldin o'zini aslida himoya qilish kerak bo'lgan joyga tegishli emasdek his qilgan, ko'zi ojiz, zaif, oilaning mehriga, ishonchiga suyanib yashaydigan bir ayol. Oxir-oqibat jimjit holda chiqib ketadi. Uni hech bir kamera qayd etmaydi. Uni hech kim aniq ko'rmaydi. Qo'lda ushlaydigan biror ishonchli iz ham yo'q. Qancha ko'p qidirishsa, Komil shuncha ko'proq qo'rqadi. Qancha ko'p kutsa, Umidaning yuragi shuncha ko'proq eziladi. Va tergov chuqurlashgan sari, tomoshabin ham seza boshlaydi. Bu yo'qolish faqat tashqaridagi yo'lda boshlanmagan. Uning ildizi o'sha uyning ichida ham bor. Gulbahor va Qumrixon boshida bir xil gap aytishi mumkin. Biz hech narsani bilmaymiz. Ular birga inkor qiladi, birga o'zini oqlaydi. Lekin militsiya savollarni chuqurroq bergani sari har birining ichidagi qo'rquv alohida ko'rina boshlaydi. Biri Robiyaning ketishiga sababchi bo'lib qolishdan qo'rqadi. Ikkinchisi esa o'zi ham pastga tortilib ketmaslik uchun javobgarlikni boshqasiga surishga urinadi. Menimcha, film bu yerda juda nozik bir haqiqatga tegadi. Xavf yaqinlashganda hamma ham haqiqatni himoya qilmaydi. Ba'zi odamlar avvalo o'zini qutqarishni tanlaydi, Xonzoda esa tomoshabinni bezovta qiladigan obraz. Chunki u juda hayotiy. U haddan tashqari yovuz ish qilishi shart emas. Faqat yana bir ogiz degan gap, faqat ro'zg'or hisob-kitobi bilan qaragan bir nigoh. Shuning o'zi Robiyaga o'zini ortiqcha odamdek his qildirishi mumkin. Ba'zan beparvo aytilgan so'z terida yara qoldirmaydi, lekin odamni o'z uyidan ruhan chiqarib yuboradi. Eng og'riqli tomoni esa baribir Umidada. Onasini yo'qotib, faqat yig'lab o'tirgan qiz asta-sekin o'rnidan turadi va kattalardan javob so'ray boshlaydi. U endi qarindoshlikdan cho'chimaydi, qo'rqitishlardan orqaga chekinmaydi. Lekin aynan shu jasorat ham juda xavfli. Chunki farzand onasini juda qattiq yaxshi ko'rsa, ba'zan o'zining qayerga kirib borayotganini ham o'ylamay, qorong'ilikka qadam qo'yishi mumkin. Unda Robiya aslida qayerda? U yuragi sinib, o'zi chiqib ketdimi? Yoki kimdir uning zaif paytidan foydalanib uni olib ketdimi? Umida haqiqatga yaqinlashyaptimi yoki onasi tushgan tuzoqqa o'zi ham kirib boryaptimi? Agar o'sha notanish odam chindan ham mavjud bo'lsa, u Robiyani qutqargan odammi? Yoki boshqa bir sir tufayli uni ushlab turgan odammi? Men sizlardan chin dildan so'ramoqchiman. Agar siz tomoshabin sifatida qarasangiz, kimni ko'proq ayblardingiz? Achchiq gaplari uchun Xonzodanimi? Bosim yaratgani uchun Gulbahor va Qumrixonnimi? Yoki butun o'sha uynimi?
Chunki hech kim Robiyaning qanchalik yolg'iz qolganini vaqtida sezmagan. Bu qismga chuqurroq qarasak, og'zimizga olib qoladigan juda muhim saboq bor. Oilada shafqatsizlik har doim katta harakatlardan boshlanmaydi. Ko'pincha u bexosdan aytilgan bir gapda, bir odam kirib kelganda chiqarilgan xo'rsiniqda, uni yukdek his qildiradigan muomalada yashirinadi. Ba'zi odamlar bizdan nafrat qilgani uchun ketmaydi. Ular qolish uchun sabab topa olmagani uchun ketadi. Hayotda ham shunday. Kimdir jim bo'lib, hayotimizdan yo'qolib ketganidan keyin men nima noto'g'ri qildim deb so'rashga kech bo'lishi mumkin. Ba'zan vaqtida berilgan bir savol, chin dildan aytilgan bir ketmang, eng zaif paytida ko'rsatilgan ozgina mehr odamni tashlab ketilganlik hissidan qutqarib qolishi mumkin. Menimcha, keyingi voqealar uch tomonga ketishi mumkin. Birinchi ehtimol, Robiya tirik va kimdir uni yashirib turibdi. Ikkinchi ehtimol, Umida iz ortidan boradi va o'zi xavfga duch keladi. Uchinchi ehtimol esa yanada og'irroq, bu yo'qolishda hech kim Robiyani to'g'ridan-to'g'ri itarmagan bo'lishi mumkin, lekin har kim uning yolg'izligiga oz bo'lsa ham hissa qo'shgan. Siz nima deb o'ylaysiz? Robiya qaytib keladimi yoki Umida keyingi xavfga duch keladimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring, birga muhokama qilamiz. Agar bu tahlil sizga yoqqan bo'lsa va dushman kelinning eng yangi voqealarini kuzatib borishni istasangiz, like bosishni, ulashni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Videoni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Endi keyingi qismni birga kutamiz. Chunki ehtimol o'sha eshik ortidagi haqiqat hali ochilishga tayyor emas.